Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 31-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.025 so'm 22 tiyin bo'lib 34 so'm 69 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.969 so'm 70 tiyin bo'lib 10 so'm 32 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 149 so'm 36 tiyin bo'lib 1 so'm 35 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 22 so'm 62 tiyin bo'lib 13 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.